Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Xudo xolasa yana bir fayzli xonadonimizni sement o'tagalarni chiroyli qilib berganmiz. Xudo xolasa go'zal qilib, chiroyli qilib sistavoylarni sepib berganmiz. Har doimgidek bu 35 lik karnizni ishlatganmiz. Boshqacha xudo xolasa chiroyli gullari bilan derazalar tashlab berganmiz. Derazalar chet har doimgidek chiroyli qilib berganmiz. Bitta taxmin qilasizlar. Bitta suvog'ini oldin qilingan ekan, chiroyli qilib bergan. Chistoy sepib berdim. Bir xilda qilib xudo xolasa o'ta chiroyli chiqqan. Uchastkaga yarashadigan gullarni qilib berganmiz. Bitta chiroyli qilib, bitta karnizlarini to'xtatib, chiroyli qilib tepalariga akoshkalarni aylantirib berganmiz. Darvozxonamizga ham chiroyli qilib bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Xudo xolasa karnizimiz bitta boshlangan. Chiroyli karniz bitta aylanib o'tdi. Xudo xolasa nelarni ko'pchilik mashetlarni burmaydi. O'zingizlarga o'zinglar uchun bilib olinglar. Bir 5-10 minutlik ish. Mashetda burib qo'ysa o'ta chiroyli va go'zal chiqadi. Xudo xolasa qirlarini ham bitta qilib chiroyli chiqarib berganmiz. Qirlarni. Xudo xolasa bir 5 chok bo'ladi. Bitta darvozaxonadagi har bitta gullari bezo'yinchoq qilib bitta qilib ramka aylantirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, betlarga ham chiroyli qilib. Betga ortiqcha narsa ishlanmagan. O'sha ikkita derazaga, eshik porchkalarga bo'lgan bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli qilib berilgan. Tashqari fasadimizni chiroyli qilib ishlab berganmiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz o'ta go'zal chiqqan. Hali qurib haliga bo'g'organ yo'q. Xudo xolasa bugun sepilganligi uchun hali ola bo'la turibdi. Qirlariga bitta ahamiyat berib qo'yishlar, o'ta go'zal chiqqan. Bu ola bo'la turganiki, pardoz qilganimizda ozgina haliga suv sepib, polni suv sepib qilamiz. Shuning uchun bo'lgan bu haliga qurib, bunaqa rang bo'lib qoladi. Tiniq bo'lib qoladi ichkaridaqa. Anaqa berganmiz. Pastini bitta so'qilgan, chiroyli qilib kesib berganmiz. Chiqarib berganmiz. Xudo xolasa tepaga akoshkalarga to'qilib ishlar. Xudo xolasa bitta 1 soat, yarim soat bitta ishimiz qoldi. Bu ham bo'lib qoladi. Chiroyli qilib chistoylarni sepganmiz. Xudo xolasa bu yoq tomonimiz qurib qo'ygan, bu yoq tomondan birinchi boshlagandi. Xudo xolasa chiroyli qilib bitta narx-navolar bilan tanishtirib o'tkazsa, akalar katta-yu kichik yo'llarini bir xil bitta narxga qilib berganmiz. Katta-yu kichigini 135 ming so'mdan hammasini qilib berganmiz. Bitta o'yinchoqlarini 120 mingdan qilib berdik. Katta-yu kichik o'yinchoqlar hammasini bir donasini 120 mingdan. Delalari yo'q, katta karnizlari yo'q, bularni derazalarining yonidagi hammasini 135 mingdan qilib berganmiz. Xudo xolasa 12 ta viloyatga borib, mashina qilib, chiroyli qilib, idealni qilib, sement o'ytagalarni qilib beramiz. Kimda-kim sement o'ytaga qildirmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashina qilib, tez va sifatli qilib beramiz, xudo xolasa.